bergidin Hoş burağı öksümesin har Koyar söygen gülne bergidin Hoş burağı öksümesin har Şuna bəxət kilər əzəldir Quyaş tək yıllıq aynidir Şuna baxıb gülər əzəldir Quyaş tək yıllıq aynidir Yaman bulsun deməz anılar Fəqət kuyər pərzəkliyə Yaman bulsun deməz anılar Fəqət kuyər pərzəkliyə Tavlası deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Ailedin taralgan mihir Yurtudu alem bütkün Aileden taralgan mehir Yordudu alem bütkün Ata kılsa süygüge təqdim Sadaqatke tolgan bir kümün Ata qılsa sügüge taqdim Sadaqatke to'lgan bir ko'ngil Yaman bulsun deməz sanılar Fəqət kuyər pərzəkliyə Yaman bulsun deməz sanılar Fəqət kuyər pərzəkliyə Tavlası deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Tavlası deydu atılar Bəzidə taş qoyub köksüge Xatni ana. Men senin maqsadingga hargiz yetkazmayman. Mendan tushyapsizlar. Oy suyuq yigitimizdan ayrilib ketdim. Xo'shal ko'rasan vadash. Ta'lim bakadaş. Bankir yigitni tapdım, bundaki puldan kısılmaydan buldum deb yursan, onundan mı isil baylığı bak emasmi onun qo'lda? Qaysi boyliqni deysan? Ildarning tag'isi Qo'rg'ay şirketga bag'atdi. Hayron qolsa Jumadaş. Ko'nglim vallada yorib ketdi demaysan. Pul degan xuddi qodek lep tushib turdi emasmi? Ildarning tag'isi anka. Vay baka. Vay aka demedim. O'zini qo'ydigan yer topolmayli qoldi. Ada. Ildarning to'yiga tayyorgarlik qilgan o'xshamoqsizlar. Shundoq ukam. Bugun dal vaqtida keldim. Mush ish to'g'riliq sen bilan maslahatlashaylik degandim. Men kelinni ko'rdim, Ada. Nima ko'rding? Ildar o qizni ilib shirkatga beribdi-ki. Sana yoqdimi ya? Albatta yaraydi-da. Ildarga yaragan ekan bizga yaramamdi, ha? U qiz shunda yosh qizdek qiladi. Salom soati, gap so'zlari shunda joyida. Xalqaro savdoga qiziqib ketgan Shavkatga. Shundaqmi? Ay ukam, sana shunda tuyulgandi aqcham. Voy Ada, senga yaramidimi? Yarısı yarıdı ukam. Voy Ada, senga nim bo'ldi endi? Nim bo'ladi ukam.
Osman'dan kepti. Acaba kutulandım bu bölümden. Vay. Oy dedim go. Muyum iş bolsa özüm alaqlışma dep. Şu seni nerede yürüdükken dep. Oy meni ayısan bulatdi Osman. Bunda qalaymagan telefon qilaversan. Akam parçağımni chiqib etishdan yanmaydi. Uqdingmi? Ma'qul nanaxa, ma'qul. Uqdim. Ammo meni ko'ldiriladigan bo'lsang, akang emas, men chiqib o'taman butangni. Oy ütap bağnamang. Of, acaba dişimga tegdi mi bir nima? Maddo. Yıllar gelmesin. Vay, Yıldar ma, nimish qochsiz? Nim qilatdim, sizni o'yladim. Sizni sevgim kelimdan tomoq o'tmayotdi. Menmi shu? Men ashqasam hech nima bo'lmaydi Yıldar. Lekin siz og'rib qolmang bo'lamdi. Meni to'la o'ylamay, tamoqingizni vaqti-vaqtida yeng. Vaqt sizning vafodorligingizni, oq ko'nglingizni isbotladi. Shuni o'ylasam sizni texim yaxshi ko'rib ketibman jinim. Unda deme balam. Dadağınımı, akağınımı xafa qilmayli canım balam. O qizning ko'ngliga insaf bera. Qara balam, saboqdishi bilan tamoqqa chiqqan unchilar qilib ketmayli. Savodishi kim onun savodishiga yolg'on opa. Bu gaplarning hammasi yolg'on. Undaq emas o'xshaydi balam. Ildar akam hammani aniqlabdi. Nana, G'unchamning akasi bilan boshlang'ich maktabda birga o'qigan saboqdashgan. Sizning ishonchingizni aqlash mening orzuyim. Jinim. Hay, opam kiryotdi. Bo'ldi hamsa xo'sh. Of. İşki qo'shqaning beshini bir qozonga tiqib olmay, yerkatga o'xshamamsa adash. Mening dardimni, maqsadimni tushunmaysan, Mayra. Şu hazısını meni ayıplaysa. Sening qilayotganliging bir vafosizlik tursa, sen Osmonnimi, Ildarnimi aldayotgan tursan, degan izzat tutmayman dardim ma otamsa. Adash, oldi bilan mening gapimga quloq sog'na. Ha, menim qo'ldirlatmoqchima? Ha, ma'qul deb baqagan dadangni men bir anglab boqay. Osmonni sen tushunmaysan, Adash. Uning mijozi bekli qiram ham talva. Ildar bilan aralashganimni uqib qolsa, ish termay qo'ymaydi. Shu hozircha Osmon bu ishlarni bilmagani yaxshi. Sen Osmon bilan bo'lgan munosabatni o'smay turay demoqchimi? Shunda qilmay amalim yo'q adash. Aldamchilikning mantiqiy qismi bu. Ikki qiyoqning beshiga tang dassang, amin dengizga g'arq bo'lib ketsa. Seningcha men qanday qilsam bo'ldi unda Mayra? Ha? Qanday qilatding buni ayt oddiy-ku. Birisining beshiga ching esilsa, birisining voz kechsa. Adash, har qancha kuchsangmi, ikki qo'shqaning beshini bir qozon patqizib bo'lmaysan. Bu qiliqlaring sezilib qolsa, jamoatning oldida rasvo bo'ladigan gap. Aldamchi degan nom atoq qoldigan gap. Mayra, meni nimishga tushunmaydigansan? Men qachon ikki qo'shqaning beshini bir qozonga patqizaman dedim jinim adash. Sening bu qilmishingni shundoq demay nima deymiz adash? Men ikki yigit bilan tang yurgunim yo'q adash. Men Ildar bilan to'y qilish niyatiga kelgil ne vaq? Maqsadimiz amalga oshqicha Osmonning tishiga tegmay turay dedim shu.
bilsen o, ben altın zıbızınetlerini görsem kudumunu yokutup koyduğalıqımni. Ha? Şuna Osman şu huyumunu bilgeçke. Mahılıcak altın zıbızınetle əppəgən. Hazır olanmı bişimde bir gram digine adaş. Shu narsa vaqt kelganda bo'yningga sepma qilib qolmasa bo'ldi. O nəslə demisanmı? Hazır bana sırtmaqdaklı tuyuladı da adaş. Lekin o sırtmaqdan onda asal qutulğulu bulmaydı ki. Nemişqa desem? O nəsləni Osman'a qaytırıp berey desem. Osman texmi vəxşiliş tutudu. Şuna tuyumlu qutulğuca onun tişiği tegmiginim ən yaxşı. Agar mushlarni Ildar bilib qolsa, beshing tashqi urg'uning bilan uning oldida o'zingni aqlab bo'lmaysan. Rangvozlik qilsang, saxtlik qilsang, jazman yerga qarab qolsangiz. İldarның сыңлысымы һәдә сыл шундый дип тишимгә тигәтү да адаш. Мен гонда соймлагы тити алайма. Аксын кәлтәгән адам сыңлысыгы бозак буламды дейсә. Seni xeyli aqlliq deb o'ylaydim ana. Sen o lekin vaqt kelgan oqqan farq etolmaydi ekansan. Qandaq deysə? O'ylab baxmamsan. Ildarning singlising sendan og'irnish xatoma. Uning bo'shlarning xabar tepishi sencha bir yaxshilikdan bishartimi? Yağancının quyruğu bir tutam adaş. Sen asıl erlardınmı, Osmandınmı bularını yuşurmasan buldu. Bums özenge texim bir cık avarcık deyip balsan. Ah, bişim kəlgəni görəmə adaş. Lekin mən İldarның sыңlısığı bək öş buldu. Mən xuddi alvastı görgəndə qaraydı. Ay çoğlarının işi bilən nemi qarıyor o soymunu? Kızıq gelsen. Akısı bilen toy qılman deb жүрген bir kız yağan gel bilen aldan olsa. Vicdanlı bir adam elbette çıdımaydı da. Lekin mən İldarны gepimge işendirib, ularning ağzını bıraqlı tuvaqlı etdim. Ağırma, tuvaqlayamaysan. Bunda iş degen yuşurğansı çiçilip oturğan çıkıdı. Ki sen yuşurğanlık bir ahmaq qadaş. Ay yıqqın dostum turib meni qağa atamsa adaş. Ben seni qağımdım adaş. Dost degen jığıltıp eta. Bilsen, senin aldığın dostluk burcumni ada qıvatıma, bilmirsen özünmüş.我有个请求，但是得先答应我，我才能告诉你。说吧，无论什么请求我都答应你。那就从今天开始，你来当我的维吾尔语老师，好吗？好呀，这一点请求要是不答应你，怎么算上你好朋友呢？ Aya oldu mu? Mına tayaqdım mına. Çayınızı yaxşı içkənsiz? İçtim. Qarapayğan nəsənizi unutub qalmağısınız? Unutmapmı? Bana aparat bilen somki boslu buldu. Hem de deymen o nəslimni unutub qapdım edip yani öyle qaytadan kirəmikin dep. Hem de onda qınmayma. Ben mağdım ha? Ha, maqul. Qarapayğan. Hop. Nələr düşürürsüz Şövkət? Neler düşürettin? Kocaları çıkıp ter çıkıcı hareket kıp girdin. Əslən naştı qıb bulab mansanız texmi yaxşı olardı. Adiganda uykum ser içilip gitipti. Hə. Şunun için siz naşlık tayarlık kılıcı hareket kıldım şu. Kolunuzga deplaymışsın. Sizden muşunda hemkorluğunuz bilen kesilimden galip gelip yaşım kitip atmadım. Rəhmət, bək köp turub etdiniz. Qəni?
Selam ha? He, yaxshi. Ben işxanada. Özlerini yaxshi tutdunuz. Biz hemmimiz tinchlik. Akamla Eldarning to'yi qopti. Shu tayyorgarliklar aldirash yuryapti. Bo'ldi. Ko'rishkish omon bo'lamiz, ha? Xo'sh. Namun daha kavra demdi mal. Bu salam kısam salamımı ilik alayım mı demeye de? Çıray acık tunuşa buna. Nerede görgen bağıydı? Oy, geldiniz mi? Yüzlerini ufağını sürküvapsınız ha. Bugün çay bağışmam ben ha. Ufağını sürsem bulmam değil. Çay gamsımış perdili barayım ya. Menden en sıra ötüp sizde. Acep bugün mü çaya varamsa dep sorap kettiniz ha. Emsi yekshanbada uyga qamilib o'tirib, sizning xizmatingizni qilsam bo'lamdi. Elimchu haftada aral 3 kun chayga beryapman. Xalqning xotinlarichu kunlik chayga berib, chay deganning meg'zini chaqayotdim. Kichigidan qutulolmasam, cho'ng ketdi-ku endi so'raqchining. Voy. Restoranga bir aql ko'chib ketib olsang o'z ixtiyoring o. Biroq quruq qo'l bog'ilib bo'lmaydiganda o choy deganga. Opirdigan pulingning o'rnini qilib olsang, beriva. Seni kim to'saydi? Hocam, nim bo'ldi? Pul deganni-chi, ma erkish topadi, xotin kishi xashlaydi. Buni ku biladigansiz. Menmichu sizga pul topamikin, meni baqamikin, o'ynatamikin, kuldiramikin deb tekkan. Qozon beshida, o'choq beshida cho'gilab, ko'zingizning ichiga qarab, xorlanig'ini miyda. Endi chayga pul bo'lmasa, qarz olaman. Siz to'laysiz. Agar buningga chidimsiz, xotin og'anga pandiyo deb ko'chaga chiqatmamsiz. Sen ente? Ben Kadircan'ın oğlu Eskar. Voy Asqarov sen. Qanday aka, ahvolimiz yaxshimi? Salomat edingizmi aka? Uzun bo'lib turmasa bile ko'rishmaganlar. Meni xo'tinigan Safka. Kichigingni tatsan yo'mur tujaklarni etib bergan. Samat qiziqchi. Voy, Samatga! Qanday aka, ahvolimiz yaxshimi? Ya uzun bo'ldi sen bile ko'rishmagan. Taxtaman to'lamay qoldigan majbursiz. Voy, menmichu. Meni mush ko'zimda edigina. Qarsam ko'zing joyi turdi-ku. Mushu muxbirlik qilaman deb sen kitob jurnal tikilib qarab, yop-yoshtirib ko'zingni ojizlashtirib olmagansa. Chaqchaq qo'ydim. Üç balaron teshikmi? Tishliqa. Kelin bal teshikda. Yaxshi. Opang yo'qlab turatamsan? Yo'qlab turatim ha. Yaxshi. Undaqmi deb ketmagan xotin. Ma uyni yolg'iz men tutmayman. Ikkimiz tang tutimiz. Qarz olgan bilan uni qaytiradigan gap. To'yning ishi turdi taxe. Shunga yotqanga qarab tutsunmasak bo'lmas. Ilmi maaşning hammasini sening qo'lingga tutqizyapman-ku. Mushkambicha. Maaşing necha? Nimaga shiltyapsan deb baxmidim-ku. Oy. Hocam. Maaşınızı mening qo'limga tutqazmay, boshqa birisining qo'liga tutqazamdingiz. Mening nech pul maaş oldig'im bilan sizning nimkoringiz? Nomus qilmay amdisam, shu xotin kishining yanchiqidagi 2 tanga pulga ko'zingizni qizartib o'tamsiz. Men sendan pul so'rayotganim yo'q. Yo'qlam gapimsang-chi xotin. Bo'ldi. Senmo chiying'im. Men mo'laq yutdan kelgan og'inamni restoran boshlab mehmon qilib qo'yay. Tushdimi toza sat bo'ldi. Ekirgan puldan yetishmay.
meni xijil qilib. Voy. Yançoğunuzda men bilmeydiğen pullarınız jiqib qalğa oxşamamdı. Xaqni restoranga başlaydiğanğa. Ha, manda dang. Ma öydeki pulning nimishqa barkati yo'qdi deysan, aslida pulni apirib restorandagi yilqi noyna xinimli xashlab o'tibdikansizda. Ana hünün çürüğü Küyüp küyüp tüger peligi Perzentinin salgan utudan Kavak bular bağlı yüreği Perzentinin salgan utudan Kavak bular bağlı yüreği